Assalomu alaykum, ekran oldidagi kompyuter havaskorlari ham o'qirmanlar. Bugungi soat darsimizda sizga Java programmasidagi asosli uchur yoki ma'lumot tipi to'g'riliq savod beraman. Siz bu darsning nazariyasini tuvandagi to'rbatdan ko'ra olasiz, ya'ni github.com / deymiz, ya'ni to'siziq Uyg'ur School. Mushu to'rbatni ochgandan keyin mana bu Uyg'ur School degan xatni ko'rasiz. O'ng tarafda Basic Java Course Concept. Bu ulanishni ochsangiz, mushu darsniki nazariyasini ko'rasiz. Mana hozir ochaylik. Ondan ustidagi wiki shu ulanishni oching. Ondan o'ng tarafda Lesson 4 Fundamental Data Type bo'ladi. Ya'ni fundamental data type asosliq uchur yoki ma'lumot tipi. Siz kundalik turmushingizda nurg'unlagan yumshoq detallarni bilasiz. Balkim Google'niki Gmail orqali email solasiz yoki WhatsApp programmasi orqali qisqa uchur avatasiz yoki Facebook'larga rasmlarni chiqarasiz. Odatda nurg'unlagan sistemalar Java program orqali yasaladi. Odatda sistemada yasalganda biz har bir uchurni o'ziniki uchur tartibi bo'yicha sistemada laylaymiz. Java'da asosliq shu uchur yoki ma'lumot tipidan number type, ya'ni sonlar tipi, constants, turaqliq miqdorlar tipi, strings, harflar tipi bo'ladi. Tuvanda men ko'p uchraydigan shu sonlar tipininki bir necha xil tipini sizga tushuntirib o'tay. Ya'ni bu number type, buning uyg'urchasi description degani tushuntirishi, size degani cho'ng kichiklik. Int deymiz. Int degan butun son. Buniki oldigan qimmatniki doirasi mushu doira bo'ldi. Masalan, birlar, o'nlar, yuzlar, minglar, 10 ming, 100 ming, 1 million, 10 million, 100 milyon, 1 milyard. Bu menfi 2 milyard 147 milyon 483 ming 648'den 2 milyard 147 milyon 483 ming 647'gacha. Buningki egalaygan sig'imi 4 byte bo'ladi. Ikkinchisi byte tip. Byte degan buni inglizcha single byte deymiz, ya'ni 1 byte. Buningki doirasi minus 128'den plus 127'gacha bo'ladi. Bu cho'nlig'i 1 byte. Short degan qisqa butun son. Buni short integer type deymiz. Buningki oldigan qimmat doirasi 32768, 32767. Bu 2 byte. Long deymiz. Bu uzun butun son. Long integer type. Bu naytı uzun sondan tuzlagan. Bununkisi 8 byte. Bunda qarasangiz, bu long'ningizni integer'niki 2'sidan barobar degandek yaqin kelib qoldi. Double. Double'ningizni qo'sh o'lchamlik kasrlik son. Buni inglizcasini biz double precision floating point type deymiz. Plus minus 10'ning 38 derecesi, ondan 10'luk kasr chiqdan keyin 15 xonagacha og'il bo'ldi. Floatning o'zi toq o'lchamlik kasrlik son, ya'ni single precision floating point type. Plus minus 10'ning 38 derecesi, lekin 10'luk kasr chiqdan keyin 7 xonagacha ilindi. Buningki cho'nlig'i 4 bytes. Char type deymiz. Buni harf tipi the character type 2 byte bo'ladi. 2 byte. Boolean. Boolean'ingizni to'g'ri yoki xato tipi. Bu the type with true or false value. Siz balkim so'rashingiz mumkin, nima uchun biz ba'ziga integer olamiz, ba'ziga byte olamiz, ba'ziga short olamiz, ba'ziga long olamiz deysiz. Undaq bo'lsa, masalan, men bir amli misolni tushuntiray. Siz bir bankaga sistema yasang, banka akkauntingizda siz pul qo'yasiz.
Agar siz bank akkauntingizdagi pulniki sommasiga short degan shu uchur tipini bekitib qo'ysangiz, sizniki pulingiz 32.768 dollardan eshib ketsa, shuning bilan sizning sistemangiz uning yuqori sonini qabul qilmaydi. Shuning uchun siz chuqum uningga longni bekitishingiz kerak. Yoki hozir endi yeni bir data type bor, uchur type. Buni big decimal deymiz. Buni o'zingiz ko'rsangiz bo'ladi. Ondan yana birisi masalan siz logikalik tafakkur qiling. Ba'zi uchurlarga masalan yoki yes yoki no deysiz, yoki true yoki false deysiz. Bu true yoki false deyish uchun, to'g'ri yoki xato deyish uchun boolean ishlatamiz. Ba'zi vaqtlarda siz ekranda harflarni besib chiqarsiz. Ya'ni mukammal bir jumla emas, harflarni besib chiqarsiz. Bu harflarni besib chiqqanda shu char degan data type ishlatsangiz bo'ldi. Ba'zida siz matematikalik hisoblash qilib bo'lganda o'nliq kelsa chekitlik so'zga ehtiyojingiz tushadi. Bu vaqtda double yoki float ni ishlatsangiz bo'ladi. Demak, o'xshamagan o'rinda shu o'xshamagan uchurlarniki tipini biz ishlatamiz. Undaq bo'lsa, ikkinchisi constants degan nima? Constants degan values do not change. Ya'ni qiymati o'zgarmaydigan miqdorlar. Biz programmalaydiganda ba'zida qiymati o'zgarmaydigan miqdorlarni bekitamiz. Masalan, bunda qo'yilgan bir haftada 7 kun bo'ladi. 7 kunning vaqtini biz dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba, yakshanba deymiz. Agar siz sistemda shu uchurlarni ishlataman desangiz, u bir turaliq ibora. Chunki siz dunyoning nariga bering, shu ism bo'yicha atasangiz, haftaningki birinchi kuni dushanba bo'ladi. Oxirgi qismi yakshanbada oxirlashadi. Demak, shu turaliq iboralar. Masalan, matematikalik hisoblash yapsangiz, payning qiymatini biz 3.14 1.529 hisob olamiz. Buning o'zini bir turaliq iboralar deymiz. String. Java programmasida string nayti kengri ishlatildi. Ya'ni a string includes characters, letters, numbers, punctuation, spaces and so on. Ya'ni harflar tipi harflarni, xatlarni, sonlarni, nomerlarni, tinish belgilarini, boşluqlarni ham knopkasi bilan kirish bo'lgan barliq uchurlarni o'z ichiga oladi. Shunlashqa odatda siz sistemida ba'zida son harflarni aralashtirib ishlataman desangiz, sizningki sistemada bekitilgan uchurniki tipi chuqum string tipli bo'lishi kerak. Masalan, tuvanda mana ko'rdingiz, hello world deb oldik. Har qanday bir string chuqum qo'sh tirnoqning ichiga elish kerak. Buni quotation deymiz, double quote. Masalan, hello world bu birinchi Java program. Bu Java program deb oldik. Shunday string. Demak, Java programmasida siz uchurlarni obyekt shaklda ifodalashingiz uchun shu uchurlarniki tipini bilishingiz kerak. Shunlashqa shu int, byte, short, long, double, float, char, boolean, and then constant. Constant deganniki o'zi turaliq miqdor. Bu turaliq miqdorlarga agar shu number type, ya'ni integer, byte, short, long, double, float, char, boolean qatorliqlarniki qiymati o'zgarmaydigan bo'lib qolsa, shu qiymat bilan bekitasiz. Masalan, bu yoqda public static final double $50 degan bekitdim. $50ning qiymati 50 deb yozdim. Demak, men double ishlatdim. Bu yerga integer deb olsam bo'laverdi. Shunday qilib, bugungi soat darsimizda shu Java programmasidagi fundamental data type, ya'ni asosli uchur ham ma'lumot tipi orqali savat berdim. Keyingi darsimizda men shu uchurlarni amaliy programmada ishlatishni sizga tushuntiraman.